Assalomu alaykum Rizodir Rabilkan obunnachilari. Mana bugun Andijonga Rabilkamizni olib kelib berdik. Mana bu yerda hammasi arashan bo'g'ozlari o'xshab qo'yiladi. Bo'g'oz qo'yiladi. Gaplar ham bo'lib ketdi. Mana bu Termalar. nech puldan bular oshton? Nech puldan oldingiz? 5400. 5400. 5 million. 5 million 400 dan olingan ekan. Bular olib kelgan. Qo'chqorlar. 5 million olgan ekan. Mana oxirlari bilan joyida juda chiroyli qilishgan ekan. Bu yerda hammasi arashan. Haqiqiy arashanning qo'chqorlari mana. Mana qarab turishini qaranglar. Mana arashanning qo'chqorlari. Mana. Mana. 5 million 400. Buni yangi tug'ilgan bolasi ham rosa bo'lsa kerak o'zi. Joyida o'ta ham go'zal, chiroyli qilib qilishgan ekan. Salqingina qilib, juda chiroyli qilib qilishgan ekan. Bu yerda mana yemlarini berishar ekan akamiz. Mana tashqariga juda chiroyli joyda qilishgan ekan. Mana bu yerda somon. Mana juda katta joyiga qilishgan ekan. Hozir akamiz aytayaptilar, bu yerda 1000 ta 500 ta qo'yga joy qilganmiz. Yoshlar deyaptilar. Mana bu yerda o'zimizni qo'ylardan bor ekan. Juda katta qilib joyda qilishgan ekan. Qo'yxona qilmoqchi bo'lgan akalarimizga, olmoqchi bo'lgan akalarimizga bu yerda yemlari, aralashmalari turar ekan. Bu yerda ko'rib sizlarga ham ilindik joy qilishdi. Mana shunday katta joyiga o'zi qo'yxona qilib qo'y boqishyapti ekan mana akalarimiz. Mana bu yerda o'sha arashan qo'chqorlari, bu yerda o'zimizni qo'ylar turar ekan. Bu yerga mana Drabilkamizni olib kelib berdik. Eng yaxshi mavzu deydi-yu. Mana Drabilkamizni olib kelib ko'rsatib, hozir mana bu yerda makkani chiqarib berdik. Mana bu yerda somonlarini chiqarib berdik. Xudo xolasa akamiz juda mamnunlar. Drabilka, garilka, qanaqozon, mishalkalar kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Ariol motor 100% mislik. Toza Arioldan mana, toza Arioldan akamizga olib kelib hozir ishlatib ko'rsatib berdik. Mana Rizo drabilkalari kimga zarur bo'lsa shunaqa apparatlardan olib kelib o'rnatib beramiz. Qochilishlari ham oson. Komplektda 4 xil setkasi bo'ladi. Balonchalari bo'ladi. Makka, bug'doy hamma yo'q chiqaraveradi. Universal. Xudo xolasa chorvani ancha rivojlanishiga yordam beradi. Sifatiga ham o'zlari baho bersalaring mana bu yo'llari. Sifati ham juda chiroyli ishlangan Rabilkamiz. Hozir mana Andijonga o'sha dastlabkamiz olib kelib ishlatib, mana oxirlar zarur bo'lsa oxirlar hamma yo'q o'zimizda bor. Chorvaga oid nimaiki narsa zarur bo'lsa hammasini o'zimiz olib kelib ishlatib ko'rsatib beramiz. Hozir makka chiqarib berdik. Makkamizni mana hozir qo'chqorlarga mana tugabdi-yu. Qo'chqorlarga mana to'kib berdik. O'zi yalab eshitdi mana. Chiqarib mana hozir qo'chqorga to'kib berdik mana. O'zi yalab eshitdi. Ya hammasini to'kib yuborishdi. O'zi 5 kilo makkalarni chiqardik. O'zi tugatib berishdi mana. Yalab eshitdi. Yalab berlaymi? Mana. Ha, yalashyapti mana, yalayapti. Ha, yalab bo'lsa ham tozalayapti mana. Muboraklar mana. Ke jonivor, ke. O. Mana.
Bu yerda mana o'zimizni qo'chqorimiz ham bor. Katta qo'chqorda.